Assalomu alaykum qadriyat nemis tili kanali kuzatuvchilari. Mana bugun 5-darsga ham yetib keldik. Demak, 5-mavzuyimiz der Fragesatz, so'roq gaplar. So'roq gaplar ikkiga bo'linadi. Demak, birinchisi so'roq so'zli so'roq gaplar, ikkinchisi esa so'roq so'zsiz so'roq gaplar. Birinchisini ko'rib chiqamiz. Demak, bu gapda tarkibida so'roq so'z ishtirok etadi. Wo arbeiten Sie? Qayerda ishlaysiz? Demak, bunda so'roq so'z wo, qayerda. Ikkinchisi, demak, so'roq so'zsiz so'roq gaplar. Bunda o'zi aytib turib, tekstdan ma'lumki, so'roq so'z ishtirok etmaydi. Wohnen Sie in der Stadt? Shaharda yashaysizmi? Demak, strukturasiga qaraydigan bo'lsak, birinchi bo'lib so'roq so'z, so'roq so'zlar so'roq gaplarda birinchi bo'lib so'roq so'z, keyin kesim, keyin esa ega keladi. Bu formulasi. Misol uchun mana so'roq so'z vi, kesim heißen, ega sie. So'roq so'zsiz so'roq gaplarda esa birinchi bo'lib kesim, keyin esa ega keladi. Lesen sie. Demak, o'qiysizmi? So'rash ma'nosida va bunda so'roq so'z ishtirok etmayapti. Kommentariyalarda albatta so'roq so'zli so'roq gaplarga ham, so'roq so'zsiz so'roq gaplarga ham bittadan misol yozishingizni kutib qolaman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.